Assalomu alaykum, Xorazmli YouTube kanalimizda obunachilari. Bugun Versal City'da 60 metr kvadratdagi kvartiramiz, polni pat ключ bo'lgan kvartiramiz sotuvga chiqdi. Hozir sizlar bilan ichki qismidan ko'rib tanishib chiqamiz. 8 etajli domla 7-etajında liftlari polni ishchi holatida ishlab turibdi do'stlar. Suv, gaz, suyetdan muammo yo'q bo'lgan bizning bu kvartiramiz sotuvda. Ekranda mulk egasining nomerini qo'yamiz. Telefonlashib, savdolashib olaverasizlar. Narx ham zo'r narxda aziz do'stlar. Hozir 1 metr kvadrat 7 million bo'lib turibdi. Korobkalarni. Shuning uchun ko'rasizlar, polni zo'r atib remont qilingan bizning bu kvartiramiz. Ketdik esa ichandan ko'ramiz. Aziz do'stlar, uyni ichki qismidan ko'rsatib tanishtiramiz. Giraverish eshiklarimiz avtomatika sho'ragan, qaranglar kafellardan chiroyli umumonliklarni qo'yibdilar. Teyinda yana ko'rib turganlaringizning kir mashinasi turibdi. Prixoja mebellarimiz tayyor, chiroyli. Evda yana bir narsalar aytib foydalansangizlar bo'ladi ekan. Oyna, lekin bemalol vajlaringizni qo'ysangizlar ham bo'laveradi. Zo'r, ajoyib atib planlashtiribdilar. Evimizda oynali eshik qo'yibdilar. Ya'ni yorug'lik tushib tursin degan maqsadda qaranglar, berimiz kuxnya, uголоклар ham chiroyli deb taxlabdilar. Bu aziz do'stlar, qo'lda zo'tilingan hammasi zo'r, ajoyib ideyalarni qilibdilar. Xolodilnikimiz bor. Mebellarimiz tayyor. Bu yonimizda yana ko'rib turganlaringizdek gaz plitasi joylashtirilgan, pechkalari, polni patologgacha mebellar. Bu yonimizda aziz do'stlar, kotyol, duh konturli kotyollarimiz, aristollar hamma joyi shu yerga qo'yilgan. Ko'rib turganlaringizdek ariston hamma joyi chiroyli bo'lib turibdi. Bu yonimizda umumonlik joylari, katta oynalarimiz bor, atmosfera ko'rinib turadi. Shahrimiz polni ko'rinadi, yana ko'rib turganlaringizdek gap yo'q. Keyingi xonalar ham bir qator endi sizlarga tanishtiramiz. Tak. Konditsioner joylari qoldirib o'tilgan. Polni qo'ysangizlar ko'chaga chiqib turibdi. Remontni tenda qilgan. Eshiklarimiz ham ajoyib zo'r eshiklardan qo'yilgan. Tak, bu yerga keladigan bo'lsak, sanuzel, yuvinish xonasi, hojatxonasi ikkisi bir yerda. Bu ishini qaranglar mana. Tun zo'rati taxlabdilar qaranglar. Gap bo'lishi mumkin emas. Filtri hamma o'zlari, kollektorlari joylashib turibdi. Bir ajoyib. Bu yerga qaranglar do'stlar, hozirgi zamonaviy sushilkalardan qaranglar tushadi pasa. Vajlaringizni ko'p qo'yaverasizlar, tartib qo'yaverasizlar. Dim zo'r atib qo'yibdilar. Gap bo'lishi mumkin emas. Eshiklarimiz shunday ajoyib. Yanglar. Bu yonimiz zol aslında, lekin hozir danli momentda spalni sifatida foydalanib turibdilar. Bu diklanadi ekan. Zo'r, gap yo'q. Yanglar. Atmosferasini ko'rsatamiz. Shahrimiz chiroyli bo'lib ko'rinib turadi. Shavatni bo'yi Versal City'ning ko'pchilik yurtdoshlarimiz biladi. Avistolar ko'rinib turibdi, ana mechitlar ham ko'rinib turibdi. Ana bozor, Dekkan bozori ham ko'rinib turibdi. Gap bo'lishi mumkin emas, marshrutkalarda muammo yo'q. Balkon ham zo'r, ajoyib qolgan. Yanglar endi. Pardalarimiz ham ajoyib, chiroyli deb uyimizga did berib turibdi. Bu yerda mebellar ham qoldirilgan. Yurganlaringizning tayyor devor bilan pashti bir xil, salgina o'yilib, chiroyli dizaynlar asosida qilingan. Bu polni diklanadi, teyi yo'q aziz do'stlar. Diklanib turaveradi ekan, hech qanday muammosi yo'q. Endi to'liq ma'lumotlarni kelasizlar, ko'rasizlar, ma'qul bo'lsangiz ustida savdolashib olsangizlar bo'ladi. Keyingi xonamiz spalni. Rozetka, включателlar ham qo'yilgan ekan. Bu yerda yana kichkina bo'lsa ham dars televizion zonalari. Bu yerda yana spalnimiz ham, qaranglar. Bu yerda kengroq mesta qolsin degan maqsadda salgina ichariga kirilib, zo'r etganlar mebellar bilan ham tekizlab qo'yibdilar. Oynalarimiz plastik ramlardan, podokонниклар ham, radiatorlarimizni rossiyskiy zo'r radiatorlardan qo'yilgan ekan. Bu televizorimizga yetadi, faqat bu uyimizda boshqa hamma joyi qoladi ekan. Ushbu xonadonimiz sotuvda. Dokument hamma hujjatlari tayyor. To'g'ri sotib olsangizlar bo'ladi, adingizga o'tadi. Yurt turganlaringizning dokumenti tayyor. Oldi sotdan mo'jizlari bor. Agarda pullaringiz naqd bo'ladigan bo'lsa, ustunda kelishib, savdolashib olaverasizlar. Xudo xolasa, mulk egasining nomerini qo'yamiz. Pishgan karushlardan qurilgan, gaz, suv, svetdan muammo yo'q. Ekranda mulk egasining nomeri turadi. Agarda sizlardan shunday uyingiz, joyingiz bo'lsa, sotiladigan, bizlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Chiroyli atib reklama aytib beramiz. Bizlar bilan uy joyingizni tezroq sotasizlar. Bu videorolikimizni Versal City'dan, shahar zo'r lokatsiyada, maktab bog'chalar yonida bo'lsin degan yurtdoshlarimizga qidirib yurgan, ya'ni kvartira qidirib yurgan yurtdoshlarimizga tashakkur qilasizlar.